Eksperiment o'tkazmaganimizga ancha bo'pti. Hozir yana bir ajoyib eksperiment o'tkazamiz. Taksi chaqiramiz, qaysi taksi parkda ishlaydigan taksist bizni qabul qilar ekan. Chaqirishimiz bilan sразу zaявkamizni qabul qilishdi. Endi qaysi taksi parkda ishlashlarini aniqlab olamiz. Aka, qaysi taksi parkda faoliyat olib borasiz? Otaxongo. Qulayliklar qanaqa? Yaxshi, qulaylilari вообще zo'r. Taksi park komissiyasi 0.3%, litsenziyangizni ham qilib bersa, ustma pulini olmasa litsenziyangizni 0.3% ha taksi park komissiyasi. Boshqa taksi parklarda ham ishlaysizmi? Nima qilaman? 0.3% eng passiv ku. Va endi boshqa beradigan taksi parkda o'zi bo'lmasa kerak, menimcha O'zbekiston bo'yicha. xizmat ko'rsatishlari kirganingizda ofisda odamlar Muomalasi zo'r ballarda ham, qizlarda ham muomalasi juda xush muomala. 0% bo'ladigan ancha yaxshi ekanda aka. Ancha yaxshi. O taksi parkka to'lagan pulingizni ham sezmaysiz. O saylidan ertalabdan kechgacha ishlasangiz, taksi park komissiyasini o'zini agar hisoblab chiqsangiz, misol 20 ta 30 ta zaявka qilgan bo'lsangiz, примерно 5000, 6000 so'm chiqsa kerak menimcha. 25 ta eng yaxshi ishlagan shopirlar tanlab olib, shu Otaxonda o'zi ochgan, siz ko'rasiz. Otaxon o'zini yonidan rasxod qilib, shu 25 ta podarka beradi. Joylari qayerda aka? Joylari eski infeksionniy. Ha. Shu to'g'ri. Aka biz o'zi eksperiment olib turadi, videoga rozi bo'lasiz. Hozir video ketyapti.